ko'p qavatlik qatlama tayyorlash darsi. Hamda buningda materiallar avval go'shtni mushallatda ushoq to'g'rab olamiz. Undan keyin zanjivil, piyozni to'g'rab, undan keyin tuzdan bir yerim qo'shib qo'yamiz. Ziridan bo'lsa bir qo'shib qo'yamiz. Andan jijingdan ozroq solamiz. Janyodan bo'lsa bir qo'shib qo'yamiz. Andan shanyodanmi bir qo'shib qo'yamiz. Bularni silab andan bir tal tuxumni chiqib buningga aralashtiramiz. Aralashtirib, andan keyin eng oxirida, ya'ni sumaydan bir yerim qo'shiq atrofida quyib yana aralashtirib olamiz. Andan keyin shu oldin yug'urib qo'ygan xemirimizni, ya'ni odatda shu suv bilan tuzni ham qo'yib yug'urgan xemirimiz bo'ladi. Buni mushallatda ichib olamiz. İçib anda muşunda kesib, bayamqı qiymimizni mushallatda yeyitib olamiz. Qaranglar. Buni yeyitib bo'lgandan keyin biz buni qatlaymiz. Mushallatda bo'ladi. Mushu videodagi o'xshash holatda qatlasangiz bo'ladi. Undan keyin buni ustini bir besib, qaytadan bir ustini tekshilaymiz. Qaranglar, mushallatda bo'ladi. Bu jarayonda biz mau qozonni ozroq may qo'yib qizitib, undan keyin qozonda buni qizartib pishiramiz. İşkila tarafi mushallatda qizarganga qadar biz buni pishirib, undan keyin ilib, taxsiga to'g'rab iste'mol qilsak bo'ladi.